Assalomu alaykum do'stlar. Kinomaniyaga xush kelibsiz. Bugun e'tiboringizga 2021-yilda suratga olingan fantastik triller janridagi Androidlar showi nomli filmni taqdim etamiz. Ertalabki 7da cho'l o'rtasidagi pushtirang uyda uyg'ongan Riya o'rnidan turib moviy ko'ylagini kiyadi. Jekka choy keltirgan qiz uni ham uyg'otadi. Ikkovlon nonushta qilishadi va bundan so'ng Jek Riyaga uy ishlarida yordam berarkan, uy bo'ylab o'rnatib chiqilgan kameralarga nazar soladi. Jek qizga tasodifan teginib ketganida u faqat tungi 9dan keyingina unga berishga tayyor bo'lishini aytadi. Kunduzi Riya hovlidagi bog'da ishlardi. Musiqa ohangi yangraydi va qiz Jekni raqsga taklif qiladi, ammo Jekning ko'zlarida quvonch hissi ko'rinmasdi. U bir o'limdan qolgan avariyaga uchragan kunini eslaydi. Aybdor esa qochib ketgandi. Tun tushgach qaynoqqina dush qabul qilgan Riya tungi paqa-paqa tayyorlanish uchun ochiq-sochiq kichik kiyimlarni kiyadi. Ovqat tayyorlayotgan qiz qo'ziqorinli sousni maqtab, Jek uni yoqtirmasligini aytsa-da, uni ovqatga qo'shadi. Ovqat vaqtida Jek birgalikda qiziqarliroq narsa bilan shug'ullanishni taklif qiladi, ammo qiz o'zining sevimli operasini tomosha qilishni istardi. Idishlarni yuvishayotganda Riya tozalash vositasini maqtaydi va Jek uning uchun sovg'a ochayotganda u serial ko'rishga o'tiradi. Soat millari 9ga yetgach, Riya so'z berganidek Jekni to'shakka taklif qiladi va alomatxon qo'chqorakasiga kalla qo'ydiradi. Ertasi kuni yana soat 7da uyg'ongan Riya yana kecha qilgan ishlarini takrorlaydi. Bu safar qizil ko'ylagini kiyadi va choy tayyorlab Jekni uyg'otadi. Biroq bugun bu umuman boshqa erkak edi. Qo'pol Jek uning pazandalik iste'dodini haqoratlaydi, biroq bu qizni umuman xafa qilmaydi. Bundan so'ng Jek qizni to'shakka sudrab keladi va bu ishni 9da qilishlari kerakligi haqidagi qizning so'zlariga qaramasdan temir tursigiga sabzisini ishqalashni boshlaydi. Bog'da ishlayotgan Riya Jekni raqsga tushishga chaqiradi, ammo u buni rad qiladi va qizning o'zi bu ishni qiladi. Jek Riyaning badan tarbiyasi ustidan kuladi. Bundan so'ng uning qanday cho'milayotganligini poylaydi. Oshxonada qiz yana sousni reklama qiladi. Jek esa unga kartoshka fri qovurishini aytib, tun uchun noodatiy ko'ylak kiyishini buyuradi. Ovqat vaqtida Jek ahmoqona kiyingan qizning ustidan kuladi, ammo qiz bunga shunchaki kulib qo'yadi xolos. Bundan so'ng yana serial ko'rgani o'tiradi. Jek esa bu vaqtda tammakisidan tortadi. Tomoshabinlar Riyaga ekran oldiga yig'ilganliklarning asl sababi bo'lgan ishga o'tishni buyurishadi. Bundan mamnun Jek esa qizni yana to'shakka olib kiradi. Ertasi kuni tongi 7da hammasi yana takrorlanadi. Riya ko'k ko'ylagini kiyadi va Jek uchun qaynoq shokolad keltiradi. Biroq bu bugun haliginaqa ayol bo'lib chiqdi. Sabzisiz Jek ham Riyaning kiyimlaridan birini kiyib oladi. Tushlikdan so'ng yostiq jangini uyushtirishadi. Buni ko'rgan tomoshabinlar ham xuddi ulardek xursandchilik qilishardi. Kechki ovqat vaqtida Jek Riyaning oshpazlik iste'dodini maqtaydi, u esa doimgidek yuvish vositalarini reklama qiladi. Jek o'zining sovg'alari va shirinliklarini Riya bilan baham ko'radi. Bundan so'ng qizlar birgalikda opera tomosha qilishadi. Kunlar shu yo'sinda o'ta boshladi. Riya esa turli xil Jeklarning unga bo'lgan qo'pol munosabatlarga qaramasdan tabassum qilishdan to'xtamasdi. Har tunda pushti uyga kelgan ishchilar hamma narsani joy-joyiga qo'yishar, Riyaning dasturini yangilashar va bir Jekni boshqasiga almashtirishardi. Mashhur tok-shou boshlovchisi bo'lmish Erika Turner ko'rsatuv mehmonlarini, ya'ni prodyuser Mitchell va rejissyor Robertlarni tanishtiradi. Ular Riya bilan bir kun nomli o'ta mashhur ko'rsatuvga asos solishgandi. Asoschilar ideal uy bekasining siri bu har bir yangi Jekning oldindan aytib bo'lmas xatti-harakatlari ekanligini ta'kidlashadi. Uyda 250 ta kuzatuv kameralari o'rnatilgandi. Tomoshabinlar esa ovoz berish yo'li orqali Riyaning kunlik harakatlarini boshqarishardi. Keyingi mavsumda Riya navbatdagi Jek bilan yangi yilni nishonlardi. Ba'zilar bu dasturni noinsoniy deb hisoblardi, ammo asoschilar bunday hisoblashmasdi. Tomoshabinlarga esa Riyaning bugun qanday lab bo'yog'ini tanlashiga, qanday ko'ylak kiyishiga va ma'lum kunda nima qilishini hal qilishiga ovoz berishdan xursand bo'lishardi. Intervyudan so'ng Mitchellning kalkallasiga tomosha sonlarini sezilarli darajada ko'paytirish uchun shoularga drama qo'shish fikri keladi. Furgon esa bu vaqtda navbatdagi Jekni pushti uyga olib ketayotgandi. Kotiba Jess vitse-prezident Flemingga uning o'g'li unga xabar jo'natganligini xabar qiladi. Navbatdagi Jek alomatxondan imkon boricha foydalanayotganligini ko'rgan texnik guruh uning ustidan kulishadi. Tez orada Mitchell va Robertlar ham kirib kelishadi va navbatdagi Jek bu vitse-prezidentning o'g'li ekanligini xabar qilishadi. U ularga qalbaki hujjatlarni taqdim qilganda, ammo ular haqiqatni aniqlashgan edi. Buni sezdirmagan asoschilar yigitga qo'ng'iroq qilib, shoularda qandaydir yangi va o'ziga jalb qiluvchi narsa qilish kerakligini xabar qilishadi. Suhbat tugagach ikkovlon bundan juda mamnun bo'lishadi, sababi shoularda vitse-prezidentning o'g'li ishtirok etishi ularning reytingini ancha ko'tarardi. Biroq asoschilar Jek o'zi bilan
qandaydir qurilma olganligidan bexabar qolishadi. Bu esa dastur qoidalarida qat'iyan man qilingandi. O'g'lining xatini o'qigan vitse-prezident uning shouga ketganligini bilib oladi va bu haqida Jess va xavfsizlik xizmati boshlig'i bo'lmish Jonlarga xabar qiladi. Vitse-prezident xodimlardan hushyor turishlarni so'raydi, biroq uning ishiga aralashmaslikni buyuradi. U o'g'li aslida kim ekanligini oshkor qilmasligiga ishonardi. Pushti uyga yetib kelgan Jek uxlab yotgan Riyani sekingina o'pib qo'yadi. Ertalab Riya kunni odatdagidek boshlaydi. Jek esa uyning kompyuter tarmog'iga virus yuklaydi. Video kameralar efirdan uziladi. Texnik xodimlar esa hech nima qilisha olmaydi va televideniyega eski sonlarni uzatishadi. Vitse-prezident shou asoschilari ulardagi Jek uning o'g'li ekanligini bilib qolgach, o'z xavfsizliklaridan qo'rqishmoqda deya hisoblaydi. Riya esa ssenariy bo'yicha o'z ishlarini davom etadi va Jekning kameralar ishlamayotganligi haqidagi so'zlarga e'tibor qilmaydi. Jek unga uni qutqarishi uchun katta pul to'laganliklarini ma'lum qiladi. Bundan so'ng sirli ish beruvchisiga qo'ng'iroq qiladi. U esa hammasi rejadagidek ketayotganligini aytib yigitni tinchlantiradi. Asoschilar uy tizimini virus ishdan chiqarganligini bilib olishadi, ammo hech qanaqasiga undan xalos bo'lisha olmaydi. Virus sharofati bilan Riyani o'z nazorati ostiga olgan sirli ish beruvchi uni Jekni hushidan ketkizib, stolga bog'lab qo'yishga majburlaydi. Ko'p o'tmay yigit o'ziga keladi va qutulishga umid qilib Riyaning qo'liga pichoq tiqadi. U esa ostida pishiq temir joylashgan terisini osongina shilib oladi. Texnik xodimlar bir qancha kameralarni nazorat ostiga olishni uddalashadi va Mitchell uydagi favqulodda vaziyatga qaramasdan jonli efirni boshlashni buyuradi va tomoshabinlarga buning hech qanday prank emasligini xabar qiladi. Asoschilar politsiyaga qo'ng'iroq qilishadi, ammo cho'l o'rtasidagi uyga 3 soatsiz yetib borish imkonsiz edi. Jek Riyani o'ziga keltirmoqchi bo'ladi, biroq uning harakatlarini sirli ish beruvchi boshqarayotganligini bilmasdi. Mitchellga qo'ng'iroq qilgan Fleming imkoni boricha tezroq Android boshqaruvini qo'lga olishni va nima bo'lishidan qat'iy nazar o'g'lining haqiqiy shaxsini tomoshabinlarga oshkor qilmaslikni buyuradi. Prodyuser qo'llaridan kelgancha hamma ishni qilishini aytadi va Riyaning himoya tizimi uning odam o'ldirishiga yo'l qo'ymasligini tushuntirishga harakat qiladi. Vitse-prezident bu sirli ish beruvchi o'g'lining garov puliga anchagina katta summa so'rashiga ishonadi. Sirli ish beruvchi Riya orqali politsiyani pushti uydan uzoqroqda yurishlarini aytib ogohlantiradi va aks holda Jekni o'ldirishini aytib tahdid qiladi. U buning barchasi shunchaki shouning bir qismi ekanligiga ishonayotgan tomoshabinlarga Jekning taqdirini hal qilishni taklif qiladi. Faqatgina texnik guruh boshqaruvchisi bo'lmish Tonyagina Androidni butunlay nazorat ostiga olish orqali uning qo'li bilan odam o'ldirish mumkinligini tushunardi. Riya Jekka avtohalokatda halok bo'lgan 8 yashar bolakay haqidagi maqolani ko'rsatadi. Avariya aybdori vitse-prezidentning o'g'li edi, ammo amaldor ota o'g'lining ketini yopish uchun anchagina pul sarflagan edi. Televideniya orqali shok xabarni eshitgan vitse-prezident tezda jonli efirni to'xtatishni buyuradi. Boyutchi amaldor o'g'lining aybi bilan begunoh bolakay halok bo'lganligidan xabar topgan tomoshabinlar esa Jekning o'ldirilishiga ovoz berishadi. Teleshou studiyasiga bostirib kirgan Jon agar vitse-prezidentning o'g'liga nimadir bo'ladigan bo'lsa, ularni panjara ortiga jo'natishini aytib asoschilarni ogohlantiradi. Qanday ahvolda ekanligini tushungan asoschilar esa jonli efirni to'xtatishadi. Ammo pushti uy efirni internet tarmoqlarida maxfiy tarzda uzatib borishadi. Jek bosim ostida 7 yil oldin avariyaga sababchi bo'lganligini va qo'rqib ketganidan qochib ketganligini tan oladi. Yigit politsiyaga o'zini topshirmoqchi bo'lganligini aytadi, ammo otasi uning bunday qilishiga ruxsat bermagan. Jekning ko'zlaridan yosh chiqqanligini ko'rgan Riya xonadan chiqadi. Biroq birozdan so'ng ortiga qaytib, qo'lidagi eshaknikiday pichoq bilan yigitni o'ldiradi. Shou asoschilari va tomoshabinlar ko'zlariga ishonishmaydi. Riya uydan qochib chiqib, aslida David bo'lib chiqqan sirli ish beruvchining mashinasiga o'tiradi. Bu film boshidagi birinchi Jek bo'lgan va o'sha avariyada halok bo'lgan bolakayning otasi edi. Vitse-prezident Jessning uning o'g'lini o'ldirishda sirli ish beruvchiga yordam berganligidan xabar topadi. Kotiba uning ma'lumotlarni berganligini tan oladi, sababi u vitse-prezident o'g'lining aybini yashirganligi uchun o'zini aybdor deb hisoblab kelgandi. Ammo u buning oqibati qanday bo'lishini tasavvur ham qilmagandi. Mitchellni turmaga tashlashadi, ammo bu prodyuserni to'xtatib qolmaydi va u Robertga shouning keyingi mavsumiga tayyorlanishni buyuradi va unda Riyaning yana bir qancha nusxalari borligini oshkor qiladi. Bir qancha vaqtdan so'ng ancha eskirib qolgan Riya shouning yangi yil mavsumini tomosha qiladi. Android qo'rqayotganligini tan oladi va Davidga sevgi izhor qiladi. Bu gapni eshitgan erkak androidlarda ham hissiyot borligini tushunadi. Riyani quchoqlagan David uni qotillik qilishga undaganligidan afsusda ekanligini aytadi. Biroq yigit aslida vitse-prezident androidni butunlaycha o'z nazorati ostiga olganligidan va hozirgina qotillik rejimini ishga tushirganligidan bexabar edi. Shu bilan film tugaydi.
Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring, videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha, xayr.